Nimaga narsam olib berasiz? Qurumsoqda 100 ming so'm bergan. Qaysi 2 kilo go'sht olishimiz kerak. Tug'ildim, bozorda bo'g'ildim. Razmering nechi? 37. 44 ni bering. Nihoyatda katta-ku bu. Buni ichiga men bilan akam sig'amiz-ku. Voy kenga, sen akandan qolganini kelsin. O'tar ketar bu qora kunlar. Ona chanqadim. Uyda ichasan. Xo'p, oke, real kundaligi yo'qmi? Barsaniki bor. Amal beravering, tanaffusda. Tualetga ishlatamiz. Zo'r ekan-a? Buningiz nechi pul? 500 ming. Yoqdimi? Olib beringmi? Boshqa do'konlarni ham ko'raylik. Olib bermayman. Buninga nima sig'adi? Velo, sigaret, nos, it. Nima? Odam anatomiya sig'adi 37-betmida. Oxirgi pulimizni yo'l kiramizga qo'ygan. Sharmanda qilmang. Yo'q, kenay to'g'ri kelmaydi. Yolg'izona bo'lib shu bolamni katta qildi. Dadam tiringlar-ku. Yetim bolamga rahmingiz kelsa. Bo'ldi. Tiriklayin dadamni ko'rgatimdiz. Oling men bu mening qo'qon ko'ynigingizni. Turechki bu. Sibati bo'lmoqda. Ona, yaqinda o'qishim boshlanadi. Bitta telefon olib bering, hamma dugonalarim olibdi. Telefon? Hovlani cho'tki qilib supurib suv sepib qo'ygin, olib beraman. Xo'p bo'ladi. Ona, hamma joy chiroyli qilib tozalab qo'ydim. Endi telefon olgani boramizmi? Ha, boramiz. Oyna eshik romlarni tozalab artib qo'ysang, keyin boramiz. Faqat oqidan olib berasiz. Bo'pti, bor. Onajon, hamma joy tozalab bo'ldim. Kiyinib chiqaymi? Men keyin chiqasan. Telefon olishga bormaymizmi? Mana bu kirlarni yuvib qo'ygin, keyin boramiz. Ona, bu kirlaringiz ko'pga kechmab ketadi. Do'kon yopiladi. Men telefon tutib dugonalarim qamiz yozadi. Ona. Ha, unda o'zing bilasan. Kirlarni yuvib bo'ldim. Endi telefonimni olib berasizmi? Boramiz. Faqat mana bu ishlarni Bo'ldi-da endi ona. Olib bermasangiz olib bermayman deb ayting. Bitta telefon uchun qizingizni mardikorda ishlatyapti. Ona. bo'pti, yur, olib beraman. Ona, zo'r telefonchi olib berdingiz-da, endi dugonalarimga maqtanaman. Faqat shu ustiga bitta chexol bo'lsa, ha? Chexol? Mayli qizim, hamma gilamlarni yuvib qo'ygin, olib beraman. Kerak emas chexol, o'zi zo'r telefonim, maqtanaveraman. Qishlog'imizga qish ham kirib keldi. Endi mazza qilib dam olsak bo'ladi. Dadam pechka o'rnat degandi. Mana, pechkani ham o'rnatdim. Yozda qish uchun o'tin qilganman-ku, lekin yana o'tin qilish kerak. Ukajonim, qish keldi, qish. Endi dalaga chiqish yo'q, shu yerda yotasanlar. Endi menga ish yo'q deganlar adashadi. Qish kuni molga 3 mahal yem berish kerak. Bu holat o'g'il bolalarda albatta bo'lgan. Bor tualetga bor. Sovuqda juda erinardik. Qish payti menga eng yoqadigan narsa bu hammamiz bir xonada uxlashimiz. Ko'zingni yumib yotasanmi yo qo'limni tiqib olaymi? Aya, bittagina kompot ichaylik. Yo'q, yangi yilda mehmonlar kelsa, mehmonlar bilan ichamiz. Yo'q, olmush ta kompot ichmaymiz-ku. Yo'q. Eng alamlisi hamma mevani o'zim terganman. Pechkaga olov yoqish juda qiyin, ammo to'g'ri, men aytgan usul pechkani tez yoqadi, lekin ehtiyot bo'lish kerak. O'rtoq buni yopilmayapti-yu. Qoch! Mashinasiga qaramaydigan bola. Ana endi bagaj ochib ketmaydi. Buni tushib ketsa-chi? Tushib ketsa, yana ko'tarib qo'yib qo'yaveramiz, o'tir ketdi. Savat bo'ldi. O'rtoq bu mashina quplanmasa, libboy odam o'tirib o'g'irlab ketadi-yu mashinani zavat qilib. Mana tormoz pedali olib oldim. Aqlli qilib mashina o'g'irlab haydaydimi? Tormozni bosmasa, tormozni olib borib uradi. Hozir shuni o'zimiz haydab ketamiz, tormozsiz qara haydaymiz. Qoravoy, mana miyanicha sal ishlasiga og'rimaydi bu. Jinda rushnoy tormoz bor-ku. O'tir ketdi. Ketdik qoravoy. Yana nega birdaniga 3 ga solding, 2 ga urmading? Va 2 ga tushmaydi. Ana men chap tarafga tortib ketdi-olsa mashinani. Qo'yib yuborsam unga tortib ketar, qara. O'rtoq baloningni yeb tashlabdi, tashqarisini bu razvar qildirish kerak. 120 mingga qilib beradi. 120 ming? Ha, bo'pti, yur bo'lmasa vulkanizatsiyaga. Nega vulkanizatsiyaga? Balonni shuni teskari qilib beradi. Ha, 20 ming ketadi. Ha, 100 ming foyda deb o'ylaman. Yana 3 oy yuraman, ketdi. Bu odam o'tib signalchal. Signal yo'q, taninglar. Qoch, o'lib ketasan.
Yo'lingga qarasang bo'lmaydimi? Telefonda gaplashmasdan. Peshovatda o'tmaysanmi? Tilla kalla. Mana qara, kelining bilan o'g'ling nima qilyapti? It tishini qilyapti dadasi. Odam bo'laylik. Beparosat xotin choysan qo'ysang bo'lmaydimi? O'zingdan katta odamni ovora qilmasdan. Odamni xijolat qilmang, opa. Kelin, o'zi nechinchi yilsiz? 2007 oyjon. Men senga kelin olib kel degandim, kampir olib ket deganim yo'q. Dada yana ozgina sabr qilaylik. Keliniz nimadandir qattiq xursand bo'lsa, oldingi yosh holatiga qaytarkan. Shundoq ham yangi kelin kuyov bo'lsang xursand qilmayapsanmi har kun? Ha? Sovg'a salom berib demoqchi edim. Dada uyda davleniya o'lchaydigan bormidi? Nimaga? Ha, keliniz. Tushunarli. O'zi yosh o'tgandan keyin shunaqa davleniya tez-tez ko'tariladigan bo'lib qoladi. Hozir. Sardor, bo'laqa o'rtoq ketdik choyxonaga. O'rtoq, bo'ldi hozir. Yana qayerga ketyapsiz? Bormaysiz. Hey, Bo'pti, bo'lmasam kelishingizda shokolad olib keling. yur ketdik. Sardor aka, uyga borib kelsam maylimi? Men bilmadim, dadamdan so'rang, so'raylik. Dadajon, oyijon, ruxsat berasizlarmi? Ha, mayli. O'g'lingiz ruxsat, eringiz ruxsat bergan bo'lsa, borib keling. Uydagilarga salom ayting. Qani ilohim, yoshingiz katta o'zingizdan. Yaxshi borib keling. Dada, oyi, yangilik bor. Yo'q, kelimiz o'z holiga qaytdimi? Yana yosh bo'lib qoldimi? Yo'q, boshqa narsa. Mana bu dunligimni kim o'chirdi? Men o'chirdim. Men mollaga turib yem berishim kerak edi, dadamlar urushanlar endi meni. Men qarab qo'ydim, hammasi joyida, siz dam olavering. Mana hayotimda bunaqa baxtli kunlar umuman bo'lmagan, uylanishmasdi ekan-ku. Ha, uyimizga mehmon kelyaptimi? Yo'q, siz uchun bu. Men yangi ko'rpachaga o'tirayotgan bo'ldimmi? Bekorga aytishmaydi, sabrdagi sariq ko'rpacha deb yumshoq qilib o'tiraman. Uyqum kelmayapti, qo'shiq eshitaman bitta. Nima qilyapsiz? Yuragimni yo'rdingiz, uylanganim esimga ham yo'q, yonimda kim gapiryapti deyapman. Bu telefoningiz yorug'ligidan battar uyqungiz qochadi. Undan ko'ra Janatubdan foydalaning. U nima u? Mana Janatub bilan telefoningiz ekrani ochiq bo'lsa ham bemalol qo'shiq eshitishingiz mumkin. Reklama yo'q, eng zo'ri bepul. App Store va Google Play da bor. Bu zo'r ekan-da bu. Begim, qarab boring. Qisqartirilgan chiroyli eshitilar ekan. To'ydan oldin begimot deydilar meni. Keling, yuzingizga maska qo'yib qo'yaman. Men maska qo'ymayman yuzimga. Yuzingiz yumshoqqina bo'lib qoladi, keling. Keragi yo'q-ey. Arvoh, kampir arvoh bor ekan. Dada, bu maska yuzni yumshoq qiladi, to'xtang.